Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Mana biz O'sh kabutar bozoridamiz. Mana shu kabutar bozorda shu ochib bergan, shu uslubiy qilib bergan ukalarimiz bilan mana gaplashib turibmiz hozir. Mana ukamiz, ismingizni aytib qo'yasiz? Men Xursandulu Manas aka bizning ustimizda shepter bor. Bollar ochishgan aka berdi. Mamlakat mana shunchalik uslubiy qilib beribdi. Yana shu meriya qaraydi aka yer. Meriyan balansida aka. Endi yana bir qator uka sizdan iltimos bo'ladi. Bundan ham chiroyli qilib berasiz endi. Endi aka shu Navesaves quramiz aka. Biz hali bog' shamollarga tushib, katta bozorlarni ko'rib havas qildik, ko'rdingizmi? Bir qator klientga qildirib, bunday qator qilib bir qator paradga qilib bersangiz, chekinishingiz qimmatroq olsangiz ham hali bir xilda qilib klientga qildirib, meriyadan aytib qildirib bersangiz, yana iloji bo'lsa uni daraxt aytilibdi-yu, salqinroq. Ashay ko'chirtirib berib qo'ying uka katta bozor. Aka oyoq bo'l. Shuylashib ko'raylik aka. Nimaga deganda mana isib ketadi-da, mana hidi kelib qoladi. Endi meriyaga ham rahmat, shunchalik mana unisi kelib qarasa ham katta bozorlarga keladiganlar ko'p-da, yo'q bu yoqdan mehmonlar kelib qoladi. Yaxshi chiroyli bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Yilga shart tuz bergan. Iloji bo'lsa ashiga daraxtlar tagiga erkinlarga ko'chirib bersangiz, bir qator qilib qo'ydirib, mashinalarni qoldirib turaverasiz. Maga qo'ydirib, tinch bo'ling. Rahmat uka, sizga ham tinchlikni ko'rishaylik. Bo'pti. Bo'pti.